Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Siz Radians kompaniyasining YouTube kanalidasiz. Ushbu kompaniya to'g'ridan-to'g'ri zavodlardan ishlab chiqaruvchilar va biznes egalariga qadoqlash va boshqa turdagi uskunalarni yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilamiz. Siz uchun kerakli bo'lgan uskunalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bugun showroomimizda mavjud bo'lgan uskunalarning eng kichigi bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Bu bizning tilimizda ko'pchilik zapayshik deb ataydi. O'sha zapayshiklar haqida ma'lumot beramiz sizga. Zapayshiklarning ikki xil turi mavjud. Biri plastik korpusli, ikkinchisi metal korpusli, nisbatan baquvvatroq. O'lchamiga qarab turib bir necha turlari mavjud. Masalan, 20 santimetrli, 30 santimetrli, 40 santimetrli, 50 santimetrlilar ham bor. Sizda o'zingizga ma'qulini, kerakli o'lchamdagini tanlab olaverasiz. Zapayshiklarning asosiy vazifasi solingan mahsulotni paketining og'zini issiqlik yordamida yopib beradi. O'sha paketingizning razmeriga qarab turib, kerakli modelni tanlasangiz bo'ladi. Masalan, 20 lik, 30 lik, 40 lik va hokazo boya aytganimdek. Videomiz davomida sizlar bilan uskunamizni birga ishlatib ko'ramiz. Oxirida sizga narxlarni ham aytib o'taman. Bu 300 lik modelimiz, ya'ni 30 santimetrgacha paketlarni payka qilib beradi. Xuddi shunaqa korobkada keladi. Ichidan qo'llanish yo'riqnomasi, kitobchasi chiqadi. Qo'shimcha spirali va teflon lentasi zapas. Bunaqa pakovkada keladi. Buni kesamiz. Mana aytib o'tganimdek bu metal korpusli, mustahkam, baquvvat. Tushib ketsa ham hech narsa qilmaydi. Ushlagichlari ham qulay. Uskunamizni ishlatish juda ham oson. Siz paketingizning qalinligiga qarab, mana bu yerda uskunamizda taymerlar bor. 1 dan 8 gacha taymerlar. O'sha paketingizning qalinligiga qarab 1, 2, 3 qo'yib ketaverasiz. O'rtacha 1,5-2 sekundlik yetadi sizga. O'sha bu tepasini qopqog'ini bosganingizdan keyin o'zi 2 sekunddan keyin avtomatik qo'yib yuboradi. Sizlar bilan hozir mana paket misolida ishlatib ko'ramiz. Qalin paketimiz. Ichiga suv solamiz. Yopishdi. Juda ham mustahkam qilib yopishtirib beradi. Ochilib ketmaydi. Uskunalarning narxiga keladigan bo'lsak, modeliga qarab, pastdan tepaga qarab ketaveradi. Masalan, plastik korpuslimiz 20 santimetrlik 200 ming so'm turadi. Bu 30 santimetrlik 350 ming so'm. Bu temir korpuslilar esa 350 ming so'm, 20ligi, 30ligi 500 ming so'm, 40ligi 700 ming so'm. Bundan tashqari 50 santimetrlik ham bor, ular 1 million 100 ming so'm turadi. Narxiga qarab ketaveradi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlang, izohlarda o'z fikringizni bildiring. Bizni kuzatishda davom etsangiz, bu hali boshlanishi, bizni kuzatishda davom etsangiz, bundan ham katta-katta uskunalarni sizga ko'rsatib o'tamiz. Sizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz.